Üç padişahlıktaki şu seriq yaqinliqlar qo'shunini bu yerdagi seriq yaqinliqlar, seriq tug'liqlar yoki seriq yog'liqliklar qo'shuni deb atiladi. Bostirish, ularni tarmar qilish uchun endi padişahlıktan chuqur bularga qo'shin tortish kerak. Ammo shu vaqtda podshoh sodir qilgan eng cho'ng xatolik zodi nima degan vaqtda u bir xato qarordan birini chiqardi. Ya'ni nima ish qildi degan vaqtda huquqni tüven düşürüydü. Bu zat nima degan gap? Biz oldingi filmimizda mush seriq yaqinliqlar qo'shunininki maydonga kelish tarixini so'zlagan tushunaqku. Seriq yaqinliqlar qo'shuni paydo bo'ldi. Demak, bular o'ziga tahdid bo'ldi degan gap. Bularni yo'qotish kerak. Yo'qotish uchun bularga lashkar avatish kerakda. Endi bu yerda qandoq lashkar avatish masalasi bor. Shuning bilan o'rdagi vazirlar kengashib, o'rdidan ma'lum bir sanğunni tayinlab, o'rdagi lashkarlarni avatib, bularni bostirmoqchi bo'ladi. Ammo dal shu vaqtda, ya'ni 10 ag'vat biz so'zlab kelayotgan 10 ag'vat buning qarshi chiqdi va podshohga o'rdidan sanğun tayinlamaslikni aytdi. Nima ish bunday qildi degan vaqtda, chunki o'rdidan sanğundan birini tayinlasa, buningga cho'qim bir amal berish kerak. Buningga qo'shin berish kerakda. Demak, buningki amaliy kuchi bor bo'ladi. Agar bu berib to'pga o'stib kelsa, jangdan keyin buning amali cho'nglab ketadi. 10 ag'vatnikidan cho'ngib ketsa, bularga tahdid yetadi degan gap. Hatto bularni yo'qotib o'tish mumkin-da. Shuning bilan 10 ag'vat o'zininki huquqininki, ya'ni shu o'rdagi huquqining pasayib ketishi, xavf uchirishidan ansirab, buningga qarshi chiqdi bu tadbirga va mundaq tadbir ko'rsatdi podshohga. Biz o'rdidan sanğun tayinlab, bu yerdan qo'shin avatimiz deb jafo tortib yurmayli. Nurg'un Musob basmasin. Tuvandagi nahiya, oymoq mahkamalarga huquq berildi. Shu yerdagi oymoq mahkamadagi shu egilar, ya'ni shu yerdagi shu yani boshqarayotgan xodimlar o'z oldiga lashkar olsin, o'z oldiga baj yig'sin. Anandaki lashkar yig'ib, shu yerdagi isyonchilarni bostirsin, bular shu huquqni berildi degandan keyin podshohga bu amal yiqib qilib, bo'ldi unda deb shu farmon tushirdi. Demak, bu eng cho'ng xatolik. Bu xatolik tufayli nima ish yuz berdi degan vaqtda har qaysi nahiya oymoqlardagi shuningga mas'ul boshliqlar, oymoq beglari haqiqatan lashkar yig'di o'z oldiga, qo'shin to'playdi, ot bir narsani setib oladi, nurg'un qo'shinga ega bo'ladi. Ham podshohning va uning ag'vatning o'ylig'inidek seriq yaqinliqlar qo'shinini bostirdi bular. Haqiqatan shu isyonchi qo'shinni bostira oladi. Ammo uni bostirib bo'lgandan keyin qanday bir oqibat kelib chiqdi degan vaqtda mush huquqninki tuvanga tushib ketishidek bir holat shakllanib qoldi. O'sha yerda bir fayz gapdan birisi bor. Ya'ni huquq yo'lvoz o'xshaydi. Uni qafasdan chiqarib olsang, boshqarolmaysan deydi. Demak, huquq tuvanga tushib ketdi, podshoh endi bularni boshqarolmay qoldi. Ya'ni biz buni nereden ko'rib olamiz degan vaqtda, kinoni ko'rsak bilamiz, Yuan Shao, Yuan Shu, Liu Biao, Gong Sun, andan keyin Sunjian degandek har bir yurtlarninki oymoq beglari, pasbonlari, demak, o'z oldiga qo'shin yig'ib, o'zaro bir-birisi bilan putirkishadigan, podshohni qutqizmaydigan, podshohning amr farmonlarini anglamaydigan bir holat shakllanib qoldi. Demak, podshohlikninki yemirlishi dal mush yerda asosan amalga ishib qolgan deyish bo'ldi. Agar filmni yoqtirgan bo'lsangiz, astaki inkas o'yiniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, shu bizningki film qismliq filmimizningki davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'ng tarafdagi qo'shishni bosib, mana Guanzhou biz keyingi qismliq filmimizda nima so'zlaymiz degan vaqtda shu Liu Bei'ninki kelib chiqish tarixini, ya'ni Liu Bei podshohninki tog'isi u qandoq qilib shundoq bir oddiy nomrod holatga tushib qoldi.